bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Obunachilar barran narxida to'g'ri qo'chqorlar qo'yadi. 4 million 42-41 ham yo'q. 38 dan bir gap. Barbar. Joningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin. Do'stlar, xudo xolasa mana pul yengilidan juda ko'p so'rashdi. Videoni oxirigacha ko'rib, qo'chqorni yirilaridan, lekin narxi arzon bo'lsin degan qarindoshlarga, do'stlarga Telegram guruhidan tarqatib qo'ysa, bittadan like bosib qo'ying. Videoni oxirigacha ko'ring, o'zingiz bilasiz. Assalomu alaykum, Chorvoqlan kanalining hurmatli obunachilari. Biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga payshanba, lekin bu videomiz juma kuni erta tongda, ya'ni 22-yanvar kuni internetga qo'yiladi. Buni oldin aytib qo'yishimiz kerak. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'iga o'sha arzonchi Xayrullo akamizning menga qo'shilmalaridamiz. Yangi partiya qo'shqonlarimiz kelgan, bularni qo'ldan kelgancha narxini, hamma ma'lumotini batafsil yetkazamiz. Bittadan like bosib, obuna bo'lish tugmalarini bosib tursangiz, qo'ng'iroqchani chalib qo'ysangiz, biz chiqarayotgan arzon, hisori, qo'chqor so'lovlarni olishga va ko'rishga muyassar bo'ladi. Bu kanalda hamma qo'y chiqadi akalar. Misol bir kunda 4 partiya, 3 partiya qo'y qo'yiladi-da. Bu degani 3 ta 4 ta video joylanadi. Qaysidir qo'y sizga tushishi mumkin, xudo xohlasa. Obuna qo'ysangiz foydasi tegadi. Videoni tarqating qo'ldan kelgancha. Lokatsiya yaqin bo'lsa, keling tepasiga ko'rib olsangiz, yana ham yaxshi bo'ladi. Xayrullo aka. Assalomu alaykum. Shodar aka, sizsiz. Assalomu alaykum, Chorvoqlan obunachilar. Xudo xolasa qo'chqorlarni yemini yeb turgan yaxshi variantidan olib kelib qo'ydik. Oyoq qo'li baquvvatdan aka. Xudo xolasa pulni arzon qo'yishga harakat qilamiz, qo'ldan kelgancha aka. Arzon qo'yamiz, boshida arzon qo'yamiz, boshlaganmiz, xudo xolasa yengil qo'yamiz aka, qo'ldan kelgancha. Qo'ylar bir qator qo'ylaring, ko'rsating buni. Mana aka. Qo'ylarni ko'ringlar, hamma tomondan. Kam-ko'p bo'lsa telefon qilasiz, Telegramda videolarni tashlab berishadi, ko'rib narxlarni kelishaveringizlar. Endi akalar 2026-yil bugun hafta kuniga payshanba, juma kuni internet tarmog'iga joylanadi. Lokatsiya yaqin bo'lsa kelaverasizlar. Xo'p, bugungi xudo xolasa hech partiya bo'ladi, Xayrullo? 2 partiya xolos aka, mana qilib chiroyli qilib qo'yamiz aka. 2 partiya chiqadi. Xudo xolasa. Xolasa barran narxida qo'chqor qo'yamiz. Gap yo'q. Xuddi mana shu videoni obunachilar kutgan, xudo xolasa. Xo'p, birinchi partiyamiz soni nechta bo'ladi? 15 bosh aka. 15 ta, hammasi qo'shqora bular, a? Chunki sog'lig'i yo'q aka. Hammasi qo'shqor. Yemini yeb turgan, qo'lqolisiga pul bo'lmasa ham o'ziga yarasha yeb turgan. Misol uchun Ar-rahmat. Yem yeb turgan, ekson o'tkazadi ham akalar, so'yishga desangiz ham ichidan chiqadi, xotirjam. Xo'p, bular necha oylik bular? Bular 10 oylik pilyusida aka. 10 oylik pilyus. Bo'ylari yerdan balandligi? 80 pilyusida aka. Oyoq qo'l 80 ga olsin. cho'zuq aka, mana ko'ringlar, hamma tomondan. Kelgan ekan. Barakasini bersin, olganga, sotganga avvalambor. Xo'p, bular narxi nima deymiz endi? Xayrullo, qo'zim narxida, barra narxida qo'shib qo'yamiz bor degan. Obunachilar ham kutib turishibdi. Endi aka, misol uchun mana bularni qo'yib, mashlarni, misol uchun mana shu go'davosh qo'yiladi, hozir 5 million qo'yilyapti. Prosta to'lasini qo'yilyapti. Badani bor, semizlar. Semizini qo'yapti. Endi o'shongacha xudo xolasa qurbonliqqacha yetiladigan varianti bular ekan. Xudo xolasa yemini yeb, ozgina-ozginadan yeb turgan ekan. Endi ko'p bo'lmasa ham o'ziga yarasha 3-4 oydan yeb turibdi ozgina aka. Xudo xolasa narxini qulay qo'yamiz aka. Nech pulda? 4,5 44 yo'q aka. Xudo xolasa 4 million 300 ming so'mdan bismillahirrohmanirrohim bir joyga olsa, dastlabkasida yetkazib beramiz. Qayerga yetkazib beramiz? Toshkentgacha aka, vodiy bo'ylab besplat. Ikki partiyani bitta qolsa qayerga yetkazib beradi? Besplatni. Ikki partiya bitta qilsam Samarqandgacha yetkazamiz. Samarqandgacha. Bu soni nechta dedingiz? 15 bor. 15 ta akalar, bo'ylari 80 plus minus, bo'yini hisobga oling, badanni, dalavaj masakalar. Qo'lvosiga e'tibor etsak, 90%niki bitta ikkitasiniki bor xolos. Asli bo'laveradi, endi bitta ikkitasiniki bor xolos. Hammasini bitta aka, xudo xolasa. Gapsiz yo'q. Bemalol aka, kelib ko'rishsa ham bemalol aka. Telefonda katta ko'rinyapti deb ko'pchilik aytayapti-da, misol uchun. Lekin qo'ylar yaxshi, 80 plus minusida aka qo'ylar. Endi hisobini qilish bo'lsa, endi kilogrammga deydigan bo'lsak, endi kilogrammga kelmaydi bular aka. To'g'risi gapda, ko'p kilogrammga ham so'rab qolishyapti. Kilogrammga kelsa, kilogrammga deb aytiladi, misol uchun. To'g'risi gapda. Yo'q, hali kilogrammga kelmagani uchun tiriklayimiz olamiz, o'zi asli tiriklay olamiz, dehqonni qo'lidan. Tiriklay sotamiz. Endi biz ham kiloga qilib olgan bo'lganimizda, kiloga sotishimiz juda oson bo'ladi-da, misol. To'ppa-to'g'ri. Xudo xolasa, bular aka oyoq qo'llar baquvvat, qurbonlikqa javob turgan yetilib.
Aha. Baraka to'g'ri variant aka. Yapsiz Ichida kattalari ham bor. G'asht kichkinasi yo'q-da aka. Hamma Hammasi tomonlama ko'ring. bir xilda qo'y aka. Kattalari ham bor. O'g'on endi mashalar o'g'on aka. Mana yeb turgan aka. Uybaslar 80 ustida bular aka. Kella boshlari ham o'zi chiqarishga kelib qoldi mashalar aka. Xo'p, xayrullo. Xudo xolasa 4 million 300 ming so'mdan hammasini bir joyga oldim degan akalarimga o'tib beradigan joylarimiz bormi? Xayri bor aka ichida. Xayrisi bordi, barakasi Bor aka. ha? Bor aka, xudo xolasa. Xayrini Yaxshi, tirab yo'q. qilib beramiz aka. Hammasini bir joyga olamiz. Endi qarang, bitta so'ygani, marosimga, aqiqaga ham olsa necha pul bo'ladi? Aka, doim aytaman 100 ming plyusida. 100 Dastlabkasiga ming olib bo'ladi, xolos. Aka, Alloh barakasini 100 ming plyusida. Aka, bitta olishadi, ikkita olishadimi? Akalar yaxshilar bo'ldi. O'rtasidan bo'lib olishdan 4300 mingdan ketaveradi. O'pniga, Ketaveradi. gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r narx bo'ldi. Lokatsiya yaqin bo'lsa, keling akalar, tepasiga kelib ko'rib olsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Chunki videoda har xil ko'rinishi mumkin, lekin tavsiya qilaman. 4 million 300 ming so'mdan xudo xolasa videoda ko'rib olganingizda uyga borganda rahmatini aytasiz. Imkon bo'lsa keling tepasiga ko'rib olasiz o'zingiz. Lokatsiyalar tashlab berishadi. Tepasiga kelib ko'rib olsangiz zo'r bo'ladigan umiddaman. Videoni puli yengillari chiqib qolsa oladigan tanishlarga, do'stlarga iltimos Telegram gruppalardan tarqatib qo'ying. YouTube'da yaxshi ko'ra olmadik desangiz, Telegramdan videolarni qilib, nechta olsangiz ham tashlab berishadi, unga qarab narxini kelishaverasizlar. Mana desa, addini qilib ayirib turib video qilib beramiz boshqa. Aha. Endi yemini ham yeb turib, ko'rsatmoqman yemini ham. Ha, kelar yemni taniydi, olib borib sraz yemini berib boqadigan variant. Yemini deb ko'pchilik bir ikkita odam endi boqmagan, bir ikki boqmagan odamlar so'rayapti-da, yemini yeb turgan ekan misol. Aha. Bemalol yeydi, xudo xolasa, uyaltirmaydi qo'zg'alib. Gapsiz yo'q. Barakasini bersin. Tarqatib bersin. Zo'r narx bo'ldi akalar, xudo xolasa aloqaga chiqavering. Telefon qilasiz, yengil barakasini qilib beradi inshaalloh. Xayrulloh. Xudo xolasa mana keyin partiyalarimizga inshaalloh. Xayrulloh aka, bular soni nechta endi? 9 bosh aka. 9 dona hammasi qo'chqolar bularmi? Hammasi qo'shlar, yemini yeb turgan. Mana akalar. Ko'ringlar, hamma Bekda tomondan. hisob o'tib so'radi bu aka. Badani semiz, arrahmas akalar. Semiz aka. Xo'p, bo'ylari bir 75 bor-a? 75 kilosi aka bu. 75 kiloga hisoblab olamiz. 75 ga olsin aka, o'rtacha. Yaxshi. 6 kilosi ham bor. Aha. Kilosi asli minus yo'q, 75 o'rtasi kilosi bor asli. 75 ga olsin aka, Gapsiz yo'q. Mana ko'ringlar hamma tomondan. Boshlari ham butun aka, bular 3% butun bular. Quloqlari ya? Quloqlikka qulog'i butunidan degan akalar jo'natib qo'yasiz. Yosh o'lik necha oylik bularda? Bular 8 oylik aka. 8 oylik, xudo xolasa badani semiz, arrahmas akalar. Yemini yeb turgan aka bular ham o'ziga yarasha. Lokatsiya yaqin bo'lsa, keling tepasiga akalar, xudo xolasa mana. Qo'chqorni ko'ring hamma tomonidan. Olganga, sotganga avvalambor barakasini bersin. Xayrulloh, bular narxi nima deymiz endi? Qashqalar yig'ilib qolmadi. Katta 5 ta qashqasi yig'ilib qoldi. Barakasini bersin, xudo xolasa. Aka bularnimi? Aha. Yengil qo'yamiz dedik aka boshida. Albatta, albatta. Qo'lda bering. Bismillahirrohmanirrohim. 42, 41, 4 million 39 ham yo'q aka. 3 million 800 ming so'mdan bir joyga olsin aka. Aka bu narxda o'zimga bermaydi asli. Tugatishga bo'lyapti. Gap yo'q aka, joningiz sog'. Zo'r bo'ldi akalar, tavsiya qilaman. Ishon qilsa ish bitadi aka, behisob. Ishoning, videoda ko'rib olganingizda ham uyga borganda rahmatini aytasiz. Kirishsa ham aka, telefonda olishsa ham, lekin arziydi qo'ydi. Hammasi arziydi. Zo'r bo'ldi, tavsiya qilaman. To'g'risi gapda endi bunalarni bermaydi aka asli. O'zimizga 38, 39 dan bermaydi mana shularni. Joningiz sog' bo'lsin. Otangizga rahmat. Topgan Keyin xudo baraka bersin. bo'shatib chiqadi. Boshida aytdikmi, oxirigacha xudo xolasa yengil qo'yamiz aka. Yengil bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin. Akalar 8 oylik. O'shani inobatga oling. Hamma Narsa taraflama. mana osilib ketgani yo'q aka. Kedimda xudo xolasa. Bozoriga chiqib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, kommentariy yozib qo'yasiz. Albatta videoni tarqating. Qo'ldan kelgancha qarindoshlarga, do'stlarga sizga rahmatini aytishadi. Zo'r narx bo'ldi. 3 million 800 ming so'mdan dastlabki qayergacha bo'ladi endi? Toshkentgacha yetkazib beramiz aka. Toshkentgacha. Endi qarang, Xayrulloh, bu 9 tami? Nariga 15 ta. Hammasini bir joyga olib necha pul qilib beramiz? 9 ta 15 ta. 38 u 43 dan qo'ydik-da aka. Necha puldan bo'ladi unda? Hammasini bir joyga olsa o'zingiz hisob kitob qilib, bo'lmasa o'tib beradi, chiroyli qilib. Hammasini hisob kitobini qilamiz aka. Aha. Biz tushamiz kalkulyator. Ular ham obunachilarimiz ham
kalkulyatorga tushib ko'rishadi, unga qarab kelishaveradi. Hammasini bir joyga Hammasini bir joyga olsa. Shunda 24 ta bo'ladimi? 24 ta bo'ladi. Общий 24 ta bo'ladi akalar. Imkon bo'lsa bir joyga oling. Bir joyga olsa ham bo'ladi-da, lekin bu yoq endi xudo xolisa bahor ham kelyapti endi. Olib boqsa bo'laveradigan variantda aka bu. Xudo xolisa endi yetmaydi. Qurbonlikqa jo'xattirdim, yetillaydi bular ham. Hamma sharoit har xil bo'ladi. Albatta. Bir xil odam shunaqa sinov olishi mumkin. Birisi kattaroq olishi mumkin. Katta desa kattasidan ham bo'ladi. Kichik desa kichigidan ham bo'ladi aka. Xudo xolisa. O'rtasini bo'lib olsa optimal ketaveradi. Ketaveradi aka. O'rtasida Zo'r bo'ldi bo'lsa ham akalar. optimalda ketaveradi. Albatta tarqatib shunaqa pulingizni so'ragan qarindosh do'stlarga xudo xolisa. Charchamanglar, o'zingizdan ehtiyot qiling, xudo xolisa keyingi yangi videoda ko'rishguncha doim sog' bo'ling, charchamanglar akalar. Obunachilar mana shu Chorva olam kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa Arashan qo'zi qo'chqorlar toza hisorlar zo'rlardan chiqadi. Mana kimdadir podpisatsiya, kimdadir obuna bo'ling tugmachasi bor. Shuni bitta bosib qo'yamiz. Bosib qo'yganimizdan keyin qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani ham bitta bosib qo'ysalar, mayda hammasi degan knopkasi bor. Birinchidagisi. Birinchidagi vse deganni bitta bosib qo'ysalar, biz chiqarayotgan videolar birinchi bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa yaxshi qo'zi qo'chqorlarni o'tkazib yormaysizlar. Yashang.